Alhamdulillah va salatu vassalam ala Rasulillah va ala alihi va ashabihi ajmain. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, Andijon xalqini minglagan Andijon xalqi bugun o'zlariga ustoz deb bilgan. U kishini suhbatidan bahramand bo'lishlikda orzumanda bo'lgan. 20 yillar u kishi qamoqxonada o'tirganligi uchun bag'riga endi qaytganda zora bir ilmlaridan shu kunlarda bo'lsa ham bahramand bo'lib qolamizmikin degan orzumanda bir xalqimizni armonda qoldirib, o'zining 75 yoshida Alloh subhanahu va taoloning huzuriga qaytdilar. Omonat jonlarini topshirdilar. U kishi 2001-yilda mana shu Hizbut Tahrirga a'zoligida qamalib, 2019-yilda og'ir mashaqqatli zonalarda turli xil kasallik, qiynoqlar asoratida chiqqan edilar. Mana yakshanba kuni janozalariga bir xalqimiz Andijon xalqi saflanar ekan. U kishiga shu 20 yil davomida tashqi tashviqotlar, televideniya va matbuotlarda turli xil atamalar bilan qanchalar u kishiga bo'xton tuhmatlar qilmasin, xalq o'z qahramonining tanishligini mana shu janozasiga yig'ilganligini o'zidayoq ko'rsatib qo'ydi. Barcha janozani safiga yig'ilganlarda qalblaridagi iztirobni va ko'zlaridagi bir u kishiga bo'lgan muhabbatni sezish qiyin emas edi. Janozalari uylarida o'qilganligi uchun hovlisiga sig'magan odamlar ko'chalarda to'ldirib, minglagan odamlar ko'chalarni to'ldirib, imomni takbirlarini qayta o'rtada odamlarning takrori bilan janozani so'nggisigacha shunaqa o'qildi. Endi u kishi bilan bir hamsuhbat bo'lishlik, u kishining ilmidan bahramand bo'lishlik orzumandasida men ham bo'lgan bo'lsam ham biror marotaba u kishidan biror narsani o'rganishlik imkoni bo'lmagan. Turli xil zonalarda bo'lganligi uchun og'ir jasliq, Zarafshon zonalarida, 48 zonalarda bo'lgan holatda bir imkoni bo'lmagan suhbat qilishlik edi. Lekin bir ma'lum soatlar ichida o'zlari mahkumlardan bo'lgan, yuqoridan o'ldir desa o'ldiradigan, qiynoqqa sol desa qiynoqqa soladigan mahkumlardan bo'lgan arzon bir isqirt kishilarni bir yuqoridan olgan topshiriqlari tufayli o'shalar qiynoqqa solganligiga guvoh bo'lganman. U kishini qiynoqqa solar ekan, ularni tillaridan bir narsani eshitardik. Senlarda mana shu yo'lga kirishingga va og'ir va mashaqqatli kunlarni ko'rishingga sabab mana shunga o'xshagan ustozlaring bo'ladi. Mana shular senlarni zaharlamaganda edi, senlar aslo bunaqa og'ir mashaqqatli kunlarni ko'rmagan bo'larding deb turib, mana ustozlaringning ahvoli qanaqa deb turib juda qattiq qiynayotgan paytda shu bitta birodarimiz o'rnidan turib, senlar kimni qiynayotganlaringni bilasanmi? Men u kishini dan biron harf yoki bironta ilm olishlik imkoni bo'lmagan menda. Biron harf o'rganmaganman bu kishidan. Lekin armonim bu kishidan ilm olsamidi degan orzuda o'tganman. Lekin bu kishidan ozgina ilm bahramand bo'lganimda edi, Allohga hamd sanolar aytardim. Senlar shunday kishini qiynoqqa solyapsanlar degandan keyin u kishi o'zi jussasi juda kichkinagina odam edilar, iymoni esa juda baquvvat odam edi. U kishiga bo'layotgan qiynoq to'xtadi-da, haligi jur'at bilan o'rnidan turib, u kishiga bo'layotgan tazyiq, ta'qib, qiynoqlarga bardosh bera olmadi-da, o'rnidan turib shu so'zni aytgan yigitga nisbatan ana u mahkumlarning ichidagi isqirtlar u kishiga bo'layotgan zulmni to'xtatib, u birodarga ko'chib o'tishdi. Shuni men o'z ko'zimdan ko'rganman. Endi bu kishini orqa varatdan eshitganlarimizni sizlarga yetkazar ekanmiz. Bu xalqimiz
o'zini eng mard rijolidan ayrilganlarini bilganlarida edi. Bu kishi mustabid tuzum Sovet ittifoqi davrlaridayoq juda ko'p yuzlab shogirdlar chiqargan. Yuzlab, minglab odamlarni suhbat qilib turib, minglagan odamlarning qalbiga Alloh va rasuliga bo'lgan muhabbatni joylab qo'ygan. Bu Sovet ittifoqi davridayoq islomda faqatgina din, shunaqa masjid va Qur'on musobaqalari kabi maydonlarda ko'rinadigan narsa emas, balki islom bir butun nizom ekanligini tushunganlarning avvallaridan edi. Allomayu va boshqa olim ustozlarni davralarida ilm izlanishdan aslo charchamagan, ilmini tarqatishlikdan aslo charchamagan. O'z farzandi bilan hatto jasliqlarda birga bo'lishlikka to'g'ri keldi. U yerdagi mashaqqatlarni aytib turib, biz ta'ziya maqsadida, shu ta'ziya izhor qilishlik maqsadida sizlarga ro'bara bo'lar ekanmiz. Jasliqdagi qiynoqlarga solingan kunlari haqida va Zarafshondagi og'ir mashaqqatli kunlari haqida aytib, u oilani yana bir qatra bir qalbiga iztirob yetkazmoqchi emasmiz. Faqatgina shunday o'g'lonidan mahrum bo'lgan bu xalqimiz, yurtimizga bir armonli holatda qolgan xalqimizga chuqur ta'ziyamizni oilasi bilan birga mana shu xalqimizga yetkazar ekanmiz. Biz Alloh subhanahu va taolo u kishining oxiratini go'zal qilib berishligini yalinib, yolvorib, iltijo qilib so'rab qolamiz. U kishi olim deb tanilganligi uchun, ustoz deb tanilganligi uchun va ko'p davralarda o'zini chiroyli, balog'atli suhbatlari bilan shogirdlariga ta'sir qila oladigan darajadagi har qanday ommani buzuq fikrini ma'lum daqiqalarda o'zini soddagina suhbatlari bilan bir to'g'rilab qo'ya oladigan darajada olim bo'lganligi uchun u kishiga yetkazilingan u kishini qiynoqqa solayotganlarga, mana shu mahkumlardan bo'lgan arzon odamlarga buyruq qilinganki, mana shu kishiga nisbatan boshqa mana shu yo'lni to'g'ri deb bilgan, o'z yo'lini to'g'ri deb bilgan, islomni hayotga qaytishigina, nizom sifatida qaytishigina, dasturul amal sifatida qaytishigina bu boshini changallab yotgan bir xalqimizni muammolariga, insoniyatning muammolariga yechim bo'ladigan narsa ekanligini tushunganlarni eng avvallaridan edi. Sovet ittifoqi davrlaridayoq bu narsani tushungan ustozimiz ularni nazariga tushganligi uchun qiynoq boshqalarga nisbatan bir necha barobar qattiq bo'lganligi haqida biz keyinga qoldiramiz bu suhbatlarda. Biz oilasiga chuqur ta'ziya izhor qilamiz va zurriyotlaridan u kishini o'rnini yanada ziyoda qilib to'ldira oladigan zurriyotlar chiqishini Robbil alamindan so'rab qolamiz. Bu Abdumajid akamizni, ustozimizni ilmidan bahramand bo'lish nasib qilmagan bo'lsa-da, u kishining shogirdlarini u kishi haqida aytgan gaplaridan biz dillarimiz yayrab ketardi. Juda ko'p muammolarimizga yechimni u kishini ham suhbatida bo'lgan azizlarni davrasida o'zimizga ancha-muncha o'rgatlarda olganmiz. Alloh subhanahu va taolo bu Abdumajid akamizni, ustozimizni, hofizi Qur'onni bir qarangki, bir bu Alloh taolo mana shunday ilm egasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan izma-iz yurishlikka, u kishining hayotiga izma-iz ergashishlikda boshqalarga namuna bo'lgan bu ustozimizni oxiratini obod qilishligini va bu dunyodagi alamli dunyoni tark etar ekan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Havzi Kavsardan sug'orib kutib oladigan guruh safini eng avvallarida u kishini ko'rishlikni Alloh taolo nasib qilishligini bir Allohdan bir iltijo qilib so'rab qolamiz. Xonadoniga chuqur ta'ziyamizni izhor qilar ekanmiz. Robbil alamin bizga ta'lim bergan so'zni aytishlikka kifoyalanamiz. Inna lillahi
va inna ilayhi rojiun. Bu xalqimiz tashviqi 20 yillik tashviqotlar Abdumajid akani bu xalqimizga, ustozimizni bu xalqqa terrorist deb, ekstremist deb, turli xil matbuotlarda, bir televideniyalarda qanchalar u kishiga bo'xton axlat ag'darmasinlar, lekin xalqimiz qalbida u kishiga bo'lgan muhabbatni saqlanib qolganligini janozaga saflangan safni tirbandligidan va u janozaga ulgumasdan yurt o'g'lonlarini, yurtimizni shu ilmga chanqoq ustozlarni, haqiqiy rijollarni qalbida muhabbat bilan eslaydiganlarni bir uning ta'ziyasiga izhor qilishlik uchun yopirilib kelayotganlari, bu ancha-muncha tashviqotlar 20 yillik tashviqotlarda sindirib tashlaganligini bir eshitib quvonamiz. Bu xalqimizni yuqori qatlamini biz ko'rar ekanmiz, xolos buzg'unchilikka mukkasidan ketgan. Mana shu dunyoni maishatlarini ketidan chopayotgan xalqimizni ko'rib turib, nahotki xalqimiz bu darajaga tubanlashib ketdi. Qayerdaki bir yengil hayot bo'lsa shunga chopadigan bo'lib qoldimi deb adashganligimizni his qildikki, odamlarni oqil kishilar, olimlarga nisbatan bo'lgan muhabbati har qanday tashviqotlarda sinmas ekan. Bu ummatni mana shu mustabid tuzum Sovet ittifoqi sindirib yo'q qilib olmaganini singari bugungi kundagi dinni yomon ko'radigan kishilar bu xalqimizni ichidagi olimlarimizni qanchalar qirmasin, 27 yillardan beri zonalarda olib o'tirib, ularni ilmidan xalqimizni bahramand bo'lishlikdan mahrum qilmasin, baribir xalqimiz bu o'z rijollarini tashviqotlarga qaramasdan qalblarida muhabbat bilan eslashligiga guvoh bo'lib, biz quvondik xolos. Alloh taolo xonadoniga bir fayzi baraka ato etsin. Abdumajid akami o'rnini to'ldiradigan zurriyotlarda bir necha barobar zurriyotidan ko'paytirib, u kishining amal sandig'iga sadaqatu joriya bo'lib turib, shunaqa o'z ilmidan boshqalarga dadasi kabi boshqalarga ilmini yetkazadigan zurriyotlar chiqarishligini va oilalardagi u kishini yo'qotgandagi iztiroblar chekib turib shu yig'ilab shu Allohga iltijo qilib oxiratini obod bo'lishini so'rayotgan oila ahliga sabr jamil tilaymiz va didor 20 yillik shunaqa mahrum qilingan didor kamomatini Alloh taolo oxiratda to'ldirib berishligini, jannatlarda to'rida to'ldirib berishligini Allohdan so'rab qolamiz. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.